Voy, uzr. Ko'zingga qaramaysanmi? Mol farosatsiz. Salfetka olib beraman xohlasangiz. Qayerdan, magazindanmi? Yo, mashinamda. Mayli, yuring. Xafa bo'lmang, to'g'risi bilmay qoldim, xo'p. Yo'q, mayli, hech narsa qilmaydi. Namanganda Apple Namangan degan do'konim bor. Bir dona pasport evaziga boshlang'ich to'lov 30% ga Apple hamma mahsulotlarini halol narsa savdoga chiqaramiz. Voy, sizga sertifikatdan telefon bo'pti. O'rtog'im. Alo, ha o'rtoq? Hozir qilib beraman. Unda bilan nimaga olib yuribsiz? O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz sekin. Undan tashqari Misr, Turkiya, Ozarbayjonga telefonlarni sotamiz. 3 kundan 7 kungacha yetib boradi. Meni ham telefonim sinib ketdi, almashtirishim kerak. Bitta xola sizga telefon qilib beraman. Yana qilyapti sertishga. Hozir qilib boraman, qivurmagin, shu yerdaman, keldim. Siz turib turing, xo'p? Hozir. Google sizga aybimni yuvishim uchun. Boshimga baxt qushi qo'ndi shekilli. Anaqa, pasportingiz bo'lsa bering, 30% to'laysiz, bitta 17 qilib beraman. Shundaga qilib bera olmaysizmi? Yo'q, tirikchiligim bor meni ham. Mana bu gulni kimga oladingiz unda? Xotinimga. Smarras. O'g'lim aka? Hammasi tugadi. Orqaga turibman. O'g'lim aka, to'xtang, hozir hammasini tushuntirib beraman. Nima telefonni olmayapsan? Asli bashara endi ko'rdim. O'g'lim aka. Beraman. Qo'lingni ol. Ey, hozir sasot.